Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchaymizlar. Bugun sizlar bilan YouTube video kanaliga xush kelibdi. Boshlasimiz oldin like obuna bo'ling akalar. Serozniy bu akkaunt sotishim kerak. Ozgina tilim kelishmay qoldi. Сразу akkaunt sotsam, menga pul kerak, zaril akalar. Akkauntni obzor qilib chiqamiz. Mana akalar. Mana shu komanda, короче, Real Madrid komandasi bo'lmasa ham, mana tarkibda 8 ta bor o'zi. Zaminchi bu, bitta Valverde qizil olgan o'zi. Kimga shu akkaunt kerak bo'lsa, srazi sotaman. Kommentda o'zlaring fikrlarini yozib ketinglar, men necha pulga ketishini obunachilarimni sinab ko'rmoqchiman. Zaminda deyapman. Qanaqada? Nima deylardi? Akalar bu akkauntni real noldan kuchaytirganman o'zim. Chotki qilib sotib yuboraman sizlarga. Kelishtirishim mumkin. Kommentda yozinglar fikrlaringni. Mana akalar, obzor qilib ko'rsatib chiqyapman. Obzor qilib ko'rsatib chiqyapman, qaranglar. Mana akalar, yo'q pashtu. Mana bu, mana qaranglar. Qaranglar akalar. Ana shu akkaunt sotib yuboraman, noldan kuchaytirganman akalar. Bitta mana shu Martinez full bo'ldi, boshqasi full emas akalar. Bitta Martinez full. Bu akkauntni narxini kommentda yozib ketinglar. Sog' bo'lasizlar, omon bo'linglar.